aka, qachon bo'shatasiz uyni? Men buzib qurishim kerak bo'lsa. Sharoitim yo'q, sharoitim bo'lgani chiqib ketaman. Men qara jonga tegdini qaraq bo'lasan. Menga vatsa qo'lingizni ko'taring. Bo'ldi qisinglar-chi. Nima janjal qurasizlar? Bolalar qo'rqib ketyapti. Bo'ldi, sen aralashmay bor kir uyga. Akasi. Ha, nimaga? Ko'rmaysizmi? O'yinlarni chiqib keting, chiqib keting deydi. Bilasizmi? Kerak qilsam. Sharoitim bo'lganda chiqib ketaman dedi. Qachon bo'ladi sharoiti? 10 yildan beri bitta gapni qaytaradi. Ovozingni o'chir. Rahmola. Kelinga ming rahmat. Agar qo'ng'iroq qilmaganda, kelmaganimda bir-biringni go'shtingni yerkansanlar-da, ha? Yallaring. Qo'ni qo'shni bor, mahalla ko'y bor, ovozingni boricha baqirasanlar. Ko'chadan eshitib kelyapman janjalingni. Uyalmadilaringmi? Mani turishini qaramamini xafa bo'lib, bolaga shunaqa qilib o'rnak bo'ysanlarmi? Ha? Katta bo'lganidan keyin bular ham xuddi shu ish qilmaydimi? Qaytar dunyo bu. Yoshligimiz eslaringdan chiqib qoldimi? Mana shu kalavatni katta bo'lganmiz. Kichkina kalavatga siqqan katta hovliga sig'mayapsanlar men yerda. Uy, meniki, anu meniki deysanlar, oyim adam deysan, qachon oxirgi marta mozorga borib, oyim bilan adamni tepasida ikki kalima Qur'on o'qidilaring? Sen bordingmi katta bo'lib? Bordingmi? Sanchi? Bilib qo'ylaring. Bu uy meni nomimda. Otam, onam menga xatlab ketishgan. Mashg'ulni shunda sotaman. Senga ham bo'lmaydi, senga ham bo'lmaydi. Ko'chada qolasan kelinglar. Oka, meni kechiring. Yoshlik qilib qo'ydim. Hozir akam bizga katta dars berib ketdi. Sizga rahim uzilmasin aka o'rtamizda. Jon, sana meni kechir. Qo'yib ketdim.